Marhamat tumani O'qchi qishlog'idagi shu shaklda qurilgan tandir mangal o'choqlarimizdan bitkazib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Tandirimiz 10 teglik shu shaklda bo'ldi. Yoniga savat qo'ygani рабочий stol, 80 litrlik bitta qozon, 40 litrlik samovar pok bo'ldi. 30 litrlik kichkina qozonimiz. Mangalimiz mana o'tlarni yoqib qo'yganmiz. Mangallar qilib berdik. Yoqqa moyka uchun joy, ishlash uchun рабочий zona va gaz plitaga joy qo'yib ketdik. Shu ko'rinishiga 1,5 mingta g'ish ketdi. 1,5 mingta g'ish ishlatdik. 900 kilo sement ishlatdik. Aginoporniy g'ish ishlatdik 120 ta. 90 talik mangal bo'ldi. Patologgacha urib tashladik mo'risini. 3 ta o'chog'imizni mo'risini bittada chiqarib qo'ydik 200 lik turba bilan. Tandirimiz 18 ta 20 ta nonga moslashgan tandir qizdirib foydalanishga tayyor qilib qo'ydik. Hozir usta bu tayyorlanyapti tutatishga. Xo'p, 30 litrlik qozonimizni tortishlari yaxshi. Bakamiz. Xolasa zo'r katta 80 litrlik qozonimiz. Xolasa bunisi ham o'ta go'zal tarzda tortyapti. Mangallarimizni ham bir ko'rsatib o'ramiz. Qani u yonboshdan ko'rinishini qilaylik-chi. Ko'rinyapti? Ichkaridan. Uni qog'oz o'shida ichkaridan o'zgartirdi. Bu og'izdan chiqib chiqadi. Xudo xolasa tandirlardan ham tutun qaytarmaydi. Shunaqa pilisos o'choqlar xonadonlarga qurish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz.